Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilar. Bugun 2025-yil 25-oktyabr sanasi Moskva vaqti bilan soat 11:42 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 7961 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiyaning Sentralniy bankidagi dollarni rublga nisbatan kursi hisoblanadi. Adashtirib yormanglar, bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz hozir Milliy Pay ilovasi orqali Rossiyadan turib O'zbekistondagi istalgan Humo, Uzcard yoki Visa kartalariga eng zo'r kurs bilan o'tkazma qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu ilova orqali barcha turdagi kommunal to'lovlar, mobil operatorlar, internet provayderlari hamda davlat xizmatlari uchun to'lovlarni tez va oson amalga oshirishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun ilova video qo'llanmalar bilan ta'minlangan. Operatorlarimiz esa kun-u-tun sizni eshitishga tayyor. Ilovani App Store yoki Play Marketdan hoziroq yuklab oling. Milliy Pay, milliy kurs, milliy ishonch. mana shu ekranga ko'ntirgan 10 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mana shu ekranga ko'rib turgan 13 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Qadrli kanalimiz obunachilari, dollar va rubl jo'natish kurslarini ko'rsatishdan avval esa biz birinchi yo'li O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Dollar kursidan boshlaymiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,213,000 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbek so'miga 1,410,135 so'm tashkil etmoqda. Endi esa Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbek so'miga 152,350 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbek so'miga 22,527 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbek so'miga 138,707 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar va rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa va har kuni shunaqa Rossiyadan O'zbekistonga dollar va rubl jo'natish kurslarini videorolik chiqarishimizni xohlasanglar, sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu videoroligimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgansiz, mana bu yerda pastda yozuv, qora yozuv turgansa, shuni ustiga bir marta bosib, qo'ng'iroqchani bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlarni sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Ko'p gapirib, sizlarni qimmatli vaqtlaringizni olmaslik maqsadida Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini Zolotoy Korona programmasi orqali ko'rsatishni boshladik. Zolotoy Koronada $100 kursimiz 8439 rublni tashkil etmoqda. Akapayda migrant promokodi bilan $100 kursimiz 8416 rublni tashkil etmoqda. Mirpurligida o'zbek promokodi bilan $100 kursimiz 8365 rublni tashkil etmoqda. Sberbankda $100 kursimiz 8429 rublni tashkil etmoqda. Unired Mobile programmasida $100 kursimiz 8146 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Ubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Ubor programmasida $100 kursimiz 8380 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Milliy Pay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Milliy Pay programmasida $100 kursimiz 8146 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Tezpay programmasini ko'rsatib o'tamiz. Tezpay programmasida ko'rishingiz mumkin 8146 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Paygram programmasini ko'rsatib o'tamiz. Paygram programmasida 8146 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Endi esa Quick Pay programmasini ko'rsatib o'tamiz. O'tkazma summasiga $100 deb yozamiz va promokodga foydali promokodini teramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, foydali promokodi bilan $100 kursimiz 8330 rublni tashkil etmoqda. Bundan ko'rinadiki, 2025-yil 25-oktyabr Moskva vaqti bilan soat 11:47 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu Milliy Pay programmasi bo'lmoqda, ya'ni 8146 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lishmoqda. Agar viza kartasi yo'q vatandoshlarimizga
QuickPay programmasini tavsiya qilamiz. Ya'ni $100 kursimiz o'zbek foydali promo kodi bilan 8330 rublni tashkil etmoqda. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz. Shu programmani pul jo'natasiz O'zbekistondagi Mikrokredit bank, Milliy bank, Hamkorbank, Garant bank, Universal bank, Poytaxt bank, Asaka bank va Aziya Alliance banklaridan shu pul jo'natmasini bemalol olsanglar bo'ladi. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu ekranda ko'rib 13 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Har bitta programmani o'ziga yarasha kamchiliklar bor, shularni 1000 rublni qo'shib bir yo'l hisoblab aytib o'tganamiz. Salampay programmasidan boshlaymiz. Salampay programmasida 50 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 144 million so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Milliy Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 14 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 140 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Mir Purlegi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 145 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Unired Mobile programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 140 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz AOSend programmasi bo'ladi. AOSend programmasida 50 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 142 735 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz QuickPay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 146 520 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Paygaran programmasi bo'ladi. Shu programmada 97 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni 1097 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 147 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezpay programmasi bo'ladi. Shu programmada 64 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni 1064 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 140 ming so'm bo'lishmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Keyingi programmamiz esa Tinko programmasi bo'ladi. Tinko programmasida 1000 rublimiz 139 so'm bo'lishmoqda. Shu programmada hech qanaqa kamchilik qolmaydi va 1000 rublning o'zi O'zbekiston barcha plastik kartalariga 139 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz esa Zolotoy kanal programmasi bo'ladi. Zolotoy kanal programmasida 50 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 145 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Vibor programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 145 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezda programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 146 876 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz esa Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan O'zbekistondagi deyarli barcha banklarga, ya'ni Agrobank, Hamkorbank, Milliy bank va Xalq bank plastik kartasi, ya'ni deyarli barcha banklarga bir xilda kursa ketmoqda, ya'ni 1000 rublni o'zi hech qanday komissiyalarsiz O'zbekistonning barcha banklariga 141 ming so'm bo'lishmoqda. Bundan ko'rinadiki, 2025-yil 25-oktyabr Moskva vaqti bilan soat 11:52 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi programmasi bu Sberbank programmasi bo'lmoqda. Ya'ni Sberbankdan O'zbekistondagi deyarli barcha banklarga 1000 rublimiz o'zi 141 ming so'm bo'lishmoqda. Undan keyingi o'rinlarda esa sizlarga Milliy Pay programmasini tavsiya qilamiz. Ya'ni 14 rubl kamchilik qolinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechib oladi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 140 ming so'm bo'lishmoqda. Mana qadrli kanal tomoshabinlari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.